Siz hali ham mehnat ta'tiliga chiqmadingizmi? Albatta yo'q. Yil yakunida ko'pchilik "Voy, men joriy yil uchun mehnat ta'tiliga chiqmadim-ku" deb tashvishga tushadi. Mehnat kodeksining 230-moddasiga ko'ra, yillik mehnat ta'tili xodimga har yili ish yili tugagunga qadar berilishi shart. Demak, ta'til kalendar yiliga emas, ish yiliga bog'liq. Masalan, kimdir ishini 2024-yil 1-dekabrdan boshlagan bo'lsa, uning ish yili 2025-yil 31-noyabrda tugaydi. Ta'til ham shu muddat ichida berilishi kerak. Bu yerda ko'pchilik xato qiladi. 31-dekabrga qadar ta'tilga chiqsa bo'ladi deb o'ylashadi. Aslida esa mehnat yilining hisoblanishi yangi yil boshidan emas, balki sizning ishga chiqqan sanangizdan boshlab hisoblanadi. Endi savol: agar xodim ta'tilga chiqa olmasa-chi? Zarurat bo'lsa, ta'tilning 14 kundan ortiq qismi xodimning roziligi bilan keyingi ish yiliga ko'chirilishi mumkin. Ammo ta'tilning bu qismini o'sha ko'chirilgan yil davomida ishlatish shart bo'ladi. Mehnat ta'tili sizning qonuniy haqqingiz. Yil tugayapti deb xavotirlanmang. Sizning ish yilingiz siz ishga kirgan kundan boshlab hisoblanadi. Yanada ko'proq foydali ma'lumotlar uchun bizni kuzatishda davom eting.